Assalomu alaykum hurmatli Qo'g'ayliklar va Qo'g'ay atrofi. Hammaga xayrli kech. Ayni damda biz Remzoddamiz. Svetofor mana tepamizda turib, shuni tagida joylashgan sevimli muzqaymoq marojnoxonasidan Ilhomjon akamiz bu hozir yangitdan ochildi desak ham bo'laveradi. O'zgacha ta'mlar, yangiliklar, mevali har xilidan qolaversa mojito kokteyllari bilan birgalikda shotga qilib joylari bilan ochishibdi. Xudo xolasa obzorni qilyapmiz. Ko'rib, o'zingizlar bir baho berasizlar va fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Kelib bemalol yaqinlar bilan, oilaviy, sinfdosh, do'stlar bilan, qarindoshlar bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan bemalol kelib tanovul qilasizlarda, bahosiga o'zlaringiz baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa boshladi. Okay, let's go. Dollar ta'miga baho beramiz hozir. Sizlar his qilasizlar. Ta'riflab bo'lmaydi buni. Hozir kadrda ortida turibsizlar-ku. Aytsam ishonmaysizlar. Kelaveringlar o'zingizlar. Baho berib qo'yinglar. Azizlar bemalol kelasizlar. Remzod, Svetofor tagini qaytarib o'tamiz. Shaxsan Ilhom akamiz o'zlari kutib oladi. Joylari bilan, choylari bilan desak ham bo'laveradi. Avval ham yuqori kayfiyat. Kelib guvohi bo'linglar, sog' bo'linglar.